Bemorimiz 19 yoshli yigit kishi, o'ng tizza bo'g'imlarida lateral menisk va oldingi qochsimon bog'lam jarohati mavjud. Bemorimizda tizza bo'g'imida nostabillik bezovta qilmoqda, og'riq. Shuning uchun diagnostik artroskopiya va oldingi qochsimon bog'lamda pieloptoplastikasi operatsiyasiga olganmiz. Hozir boldirlardan o'zlarining paylarini olib, oldingi qochsimon bog'lamda uzilganini tiklab beramiz qayta. Operatsiyamiz tugadi. Mana bemorimizga Tiranos longus bersovey payimizni olib, ushbuqlab triple banda qo'yib tikib, karbonli kub mikserlarga Olinsak metodi bo'yicha etikon tiplarini tikib berdik. Juda ham baquvvat va mustahkam chiqdi. Bemorimizga sog'lik tilaymiz. Agar sizda ham oldingi qochsimon bog'lam jarohatlangan bo'lsa, marhamat, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.